Bismillahirrahmanirrahim. Shams Tabriziy. 1245-yil 12-iyun Konya. Turgan bitgani tomoshaxonaning o'zi. Agar musulmonlar o'z gunohlarini yuvish uchun butun Ramazon oyi Xudoga bag'ishlab roza tutsalar ham va har Eid Ramazon qo'y yoki echki qurbonlik qilsalar ham, agar butun umr Makka ziyorati orzusini qilsalar va kuniga 5 mahal joy namoz yotsalar hamki, qalblarida ishq tuyg'usi bo'lmasa, bularning barchasida ne ma'no bor? Ishqdan ayro e'tiqod quruq so'zlardangina iborat. So'zlarda asl hissiyot bo'lmagani uchun ular juda zaif va nohayotiy, noaniq va puchdir. Nahotki Xudoni Makka yoki Madinaga borganda topish mumkin deb o'ylasalar, yoki uni masjidda topish mumkin deb o'ylasalar, Xudoni qandaydir bir yopiq makonda ekanini tasavvur qilish mumkinmi? Hamon Xudo o'zi na osmonlarim va na yerim meni o'ziga sig'dira olmagay, lekin menga ishongan qulimning qalbiga sig'aman degan bo'lsa, uni biron bir yopiq makonda joylashganini qanday tasavvur etish mumkin? O'zining o'tkinchi, cheklangan tafakkurini buyuk Xudoni bilish uchun yetarli deb o'ylaydigan ahmoqqa achinaman. Xudo bilan savdolashish va uning oldidagi o'z qarzlarini uzish mumkin deb o'ylaydigan johilga achinaman. Nahotki bu odamlar Xudoni bizning gunoh savoblarimizni tarozining ikki pallasida o'lchaydigan attorga o'xshatsalar, yoki nahotki uni bizning gunoh savoblarimizni xuddi o'zining kirim va chiqim daftariga yozib borib savdo qiladigan savdogar, ya'ni sudxo'rga o'xshatsalar, o'zlarining Xudo bilan birliklarini shunday tasavvur etadilarmi? Yo'q, mening Xudoyim buyuk. U tirik Xudo. Menga o'lgan Xudoning nima keragi bor? Nima uchun men hamisha qo'rquv va vahimalar, taqiq va pand va nasihatlar ichida qolibda yashashim kerak? U, ya'ni mening Xudoyim, Allohim cheksiz mehr muruvvatlidir. Uning ismi Al-Vaduddir. Zero u sevguvchidir. Men unga o'zim qilayotgan har bitta ishimda xuddi nafas olayotganday yengil va tabiiy hamd va sano aytaman. Zero uning ismi Al-Hamid, maqtalguvchi, ya'ni hamd va sanolar aytilguvchidir. Hamon o'z qalbim tubida Xudo hamma narsani o'zi ko'rib va eshitib turganini bilsam, nima uchun fisq va fasod, g'iybatlar bilan mashg'ul bo'lishim kerak? Axir uning ismi Al-Basir, hamma narsalarni ko'ruvchi-ku. Al-Jamol, Al-Qayyum, Ar-Rahman, Al-Rahim. Qurg'oqchilik bo'ladimi, yo dunyoni suv bosadimi? Ochlik yo tashnalikdan o'lay deb qolamanmi? To tizzalarim bukilib, vujudim o'zimga bo'yin sunmay qolgunicha, yuragim urushdan to'xtagunicha, uning ishqida kuylayman va uning uchun raqs tushaman. Uning eng sof borlig'i, bo'm-bo'sh qismiga, uning buyuk koinotdagi eng mayda zarralari ichidagi bir zarrachaga aylanmagunimcha, o'z tuban nafsimni tinimsiz chilparchin qilishda davom etaman. Men minnatdorlik, quvonch va qat'iyat ila uning buyukligi va barcha himmatlarini sharaflayman. U menga bergan va bermaganlarning barchasi uchun unga minnatdorlik izhor etaman. Zero menga nima yaxshiroqligini o'zi bilguvchidir. Ro'yxatimdagi yana bir qoida yodimga tushib, baxt va umid to'lqini meni qamrab olganini his etdim. Xudo yaratgan mavjudotlar ichida men unga o'z ruhimni pufladim deb aytilgan inson alohida o'rin egallaydi. Bizlarning har birimiz beistisno Xudoning bu yerdagi elchisi bo'lish uchun yaralganmiz. Sen hech bo'lmasa bir marta o'zingdan o'z xatti-harakatlaringda Xudoning yaratmishiga o'xshaymanmi deb so'raganmisan? Sen o'zingdagi Xudoni kashf etishing
va shu kashfiyot ila yashamog'ing kerakligini eslaysanmi? Xudo bilan birlashib fano bo'lish va o'z nafsiga qarshi kurash olib borish o'rniga din mutaassiblari, ya'ni fanatlari, qo'rquv qo'zg'atib, boshqa odamlar bilan jang qiladilar. Dunyoga qo'rquv to'la ko'z bilan qaragan odamlar voqelikdan yana ham battar vahimaga tushishlari ajablanarli emas. Biron joyda yer qimirlasa, qurg'oqchilik bo'lsa yoki boshqa kori hol ro'y bersa, ular buni muqaddas g'azab ifodasi sifatida qabul qiladilar. Go'yo Xudo mening shafqatim mening g'azabimdan kuchliroq demaganday. Fanatlar har xil narsalarni bahona qilib hammaga jahl bilan g'ijinib qarab, xuddi buyuk Robbimiz ularning tarafini olishini va o'zlaridagi arzimas qasos o'tini quvvatlashini kutadilar. Ularning hayotlarida faqat achchiq alamlar va nafratlar uchun yana ularga hamisha va hamma yoqda xuddi qora bulutlar kabi hamrohlik qiladigan, ularning o'tmish va kelajaklariga soya solib turadigan cheksiz noroziliklar uchun o'rin bor xolos. Insonda o'rmonni ko'rib, daraxtlarni ko'ra olmaydigan hollar bo'ladi. Ba'zi qoidalarni butunning nurida ko'rmoq joiz, butun esa o'z mohiyatida yashirin. Fanatlar Qur'onning mohiyatini izlashni istamay va uni butunligicha qabul qila olmay, ayrim oyatlarni odamlarning vahimaga tushgan ongiga mos keladigan muqaddas ko'rsatma sifatida ajratib oladilar. Ular hamma vaqt qiyomat kuni barcha insonlar soch tolasidan ingichka va pichoq tig'idan keskir Sirot ko'prigidan o'tkazilishlarini eslatadilar. Ko'prikdan o'ta olmagan gunohkorlar do'zaxga tushishlari va oxiratga qadar o'sha yerda azob chekishlarini aytadilar. Begunohlar esa ko'prikdan o'tib ketishlarini, mevazor bog'lari, shirin suvlari va go'zal farishtalari bor jannatga tushishlarini aytadilar. Fanatlarning tasavvurlariga shu manzara muhrlangan. Ularning dunyoviy hayot qarshisidagi qo'rquvlari, qilgan ishlarining jazosi haqida qo'rquvlari shu qadar kattaki, o'zlarini oqlashga bo'lgan urinishlari yo'lida Xudoni ham eslaridan chiqaradilar. Nahotki ular 40 qoidaning ushbu qoidasini bilmaydilar. Do'zax hozirda va shu yerdadir. Jannat ham shunday. Do'zaxdan qo'rqish va jannatni orzu qilish kerak emas. Zero do'zax ham, jannat ham hamisha inson qalbida. Qachon ishq bizga nuzul etsa, demak biz jannatdamiz. Qachon nafratlansak, hasad qilsak yoki jang qilsak, demak biz do'zax o'tida yonayotirmiz. 25-qoidada shunday deyilgan. Inson vijdoni uning gunohlarini ko'rsatganidagi azoblar do'zaxdan qo'rqinchliroq emasmi? O'zidan so'rang, u sizga do'zax nimaligini aytadi. O'zidan so'rang, u sizga do'zax nimaligini aytadi. Insonda ahyonda Xudo bilan to'liq muvofiqlikda yashayotganini bilganidagi baxt tuyg'usidan go'zalroq jannat bormi? O'zidan so'rang, u sizga jannat nimaligini ayta oladi. Hamon hozirgi ondayoq Xudoning hayotimizda bor yo yo'qligini to'liq bila olsak, o'limdan keyingi olam, tasavvurdagi kelajak haqida bezotalikning nima keragi bor? Do'zax haqida o'yga solishlar va jannat ta'malari sofilarga xos emas. Shuning uchun ular Xudoni sof holda va bezotaliklarsiz, dog'a hasratlarsiz, haqiqiy, ya'ni beminnat ishq bilan sevadilar. Ishq sababdir. Ishq maqsaddir. Va Xudoga muhabbating kuchli bo'lsa, uning barcha yaratmishlarini ham ular u tufayli yaralganliklarini va u tufayli yashayotganlarini bilganing uchun sevsang, boshqa hech nimaning ahamiyati qolmaydi. Bunda hech qanday menga o'rin qolmaydi.
butun vujuding bilan sening butun borlig'ing bo'lgan hech nimaga yo'nalasan. Ertasi kuni biz Rumiy bilan shular haqida o'ylar ekanmiz, u ko'zini yumdi va birdan shu satrlarni aytdi. Vah, menga mashriq nadir, mag'rib nadir. Balki ko'klarga ucharmen, bari bir. Unda bo'lmas ersa gar sendan nishon, hech erur menga bu umri jovidon. Rumiy o'zini shoir deb hisoblamaydi, lekin u haqiqiy shoir, zo'r shoir. U endi o'zini shoir sifatida kashf etmoqda. Ha, Rumiy haqli. U na mashriqqa va na mag'ribga tegishli. U ishq saltanatiga tegishli. U sevgilisi, ya'ni Rahmonga tegishli.